Men shunaqa do'konga keldim o'rtoqlar. Narxni olib, v общем arzon. Men rostdan ham shunaqa arzon narxmi balon qoratiradigan? Bizda arzon, korobkaga bundan ham arzon narx. Hozir bu donaga shunaqa narx aytyapsizmi? Shunaqa narx. 25 ming, ko'chada 70 mingdan 80 minggacha sotishyapti buni. Bu 10 ming. Seryozni yoki? Hozir akani yediramiz. Mana mashasiz til so'raymiz. Aka mashasiz til nech pul? Qimmat bo'lsa kerak bu. 15 ming? 15 ming. Rostdan ham 15 mingmi mana shu? Rostdan. Aka qimmat-ku. Men sizga hozir 2000 so'mligidan beraman. 2000 so'mligi? Aka 2000 so'mga bitta qurib beryapti-yu. Mana 2000 so'mga. Mashasiz til 2000 so'mmi? Voy aka, nimalar qilyapsizlar? Qattan olyapsizlar buni? Qimmat vertolyot toza arzon qo'ramiz. Aka, nech pul qilib beryapmiz ham vertolyotda? 25 ming. 25 ming? 25. Aka, nimalar qilyapsizlar? Osmonda yuradigan narsani yerga tushirib qo'yibsizlar-yu. Dehqonchilik aka. Instagramimga 37 million aholi obuna bo'lsa ham, assistentlarim yetadi deyaptilar. O'rtoqlar, videoga bitta like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin optimchilarga ham undan ham arzon qilib beraman deyaptilar. Bu videoni bo'lsa, yozda tellab original assistent qayerda bor ekan degan insonlarga jo'natib qo'yinglar. Manzil yetib o'tadigan bo'lsam, Sergeli Zapyaz bozor, shunda balon qatoridan kelasizlar. Mana 7317 ni ro'parasida 65-do'kon. Kelaverasizlar.